Yaqinda bir yigit qabulga kelib, bir haftadan keyin to'y, prosta ko'nglim xotirjam bo'lish uchun to'ydan oldin tekshirtirib qo'ymoqchiman dedi. Aloqalar bo'lgan ekan oldin. Ushbu yigit to'ydan bir hafta oldin tekshirtirib olmoqchi, ya'ni kelajakdagi budushi ayoliga nimadir infeksiya yuqib qolmaslik uchun, ayolini kasal qilib qo'ymaslik uchun, menimcha shunaqa ma'noda kelganlar yoki ko'ngillarida qandaydir bir taxmin bordir, nimadir yuqqan balki degan. Lekin ko'p erkaklar boshqa erkaklarni shikoyati, shu kasallik yuqtirib olgani haqidagi gaplarni eshitib ham to'ydan oldin bir hafta yetadi, menimcha tekshirishga bir hafta oldin yetadi deb o'ylab borishadi qabulga. Ushbu yigitni biz gaplashganimizda o'zida hech qanaqa shikoyat yo'q, hech narsa bezovta qilmayapti. Keyin mayli bo'pti deb jinsiy aloqa, ya'ni himoyalamagan jinsiy aloqa orqali bu oral seksmi, bu vaginal seksmi, bu anal seksmi, bu infeksiya yuqishi mumkin bo'lgan jinsiy aloqa orqali yuqadigan infeksiyalarni ruschada aytganda IPP deyiladi. Hammasiga bir mazok olindi, qon topshirildi va javobi chiqadigan kuni kelganlarida ham ikkalamiz ham hayron bo'lib qoldik. Nimaga desangiz, yigitni hech narsa bezovta qilmayapti. Hech qanaqa shikoyat yo'q. Lekin analizda unda xlamidiya va ureplazma degan parazitlar, infeksiyalar aniqlandi. O'zi ham hayron. Ureplazma degan infeksiya umuman o'g'il bolaga qanday tushib qoladi? O'g'il bolaga bu infeksiyalar jinsiy aloqa orqali tushish ehtimoli baland, juda ham baland. Jinsiy aloqa himoyasiz bo'lgan bo'lsa baland. Bu faqat vaginal seks rezinka bilan oral seks rezinkasiz yoki oral seks bo'lgan, vaginal seks himoyalangan bo'lsa yuqmaydi degan emas. Oral seksda ham buni yuqish ehtimoli baland. Hattoki pettinglarda ham bu narsa yuqish ehtimoli bor. Petting degani bu jinsiy a'zolarning bir-biriga ishqalanishi, olatni qinga kirishi bo'lmaydi, lekin jinsiy a'zolarning bir-biriga ishqalanib, rohatlanib, rohat olishi ham bu natijada shilliq qavatlar orqali chiqqan infeksiya bo'lsa agar yuqib qolishi mumkin.